Aviatsiyada samolyotning balandligini aniqlovchi asbob nima deb ataladi? Altimetr. Qon tarkibidagi kislorod tashuvchi molekula nima deb ataladi? Gemoglobin, to'g'ri. Siz ko'tarasiz. Nil daryosi qaysi qit'ada joylashgan? Afrika, to'g'ri. Teng aytlaring siz ham qo'yib turishingiz mumkin. Xivaning yirik arxitekturaviy obidasi qanday nomlanadi? Ichanqal'a, to'g'ri. Siz ko'tarasiz. Ko'taravergan qolsiz. Suvda yashovchi eng katta suv temizuvchi. Kit, to'g'ri. 4G texnologiyasining asosiy afzalligi nima? Internet tarmoqlari tez ishlashimi? Ha, asosiysi tezlik, to'g'ri. Sizga qaysi o'simlikni dunyodagi eng zo'r tibbiy o'simlik deb atashadi? Aloe vera, to'g'ri. Siz ko'tarasiz. Xo'p. Tirik organizmning eng kichik tuzilmaviy birligi nima? Yadro. Yo'q. Hujayra. Hujayra, to'g'ri. Olma daraxtida nechta nok o'sadi? Nok o'smaydi? O'smaydi, to'g'ri. Bo'ldi, teng aytlaring siz ham qo'yishingiz mumkin. Bo'ldi, o'yin tugadi, rahmat.